Sodiq Turgunovichning uyi erta tongdan jonlandi. Farzandlar ona uchun kichik surpriz tayyorlashdi. Stol ustida bir piyola issiq choy, yangi pishgan non va birgina atirgul. Hech qanday qimmatbaho sovg'a yo'q, faqat yurakdan tayyorlangan iliqlik. Onaning yuziga qarashadi. Uning tabassumini qaytarishni xohlashadi. Oddiy narsa, arzimas sovg'a, lekin aynan shu lahzalarda haqiqiy baxt yashaydi. Bolalar bir-biriga qarab kulishadi. Ona esa ularning bu samimiyligidan ko'zlarini yumib qo'yadi. Shu bir daqiqada butun dunyo unutildi. Dardlar, tashvishlar, og'riqlar bir chetga surildi. Faqat oila, faqat iliqlik, faqat shu oddiy tong. Lekin shu zahotiyoq ikkinchi bir olmonga qaraymiz. Kasalxona devorlari orasida boshqa bir hayot yuz bermoqda. U yerda hamma narsa sovuq, hisob-kitobli va sun'iy edi. Nazokat qo'lida telefon bilan o'tirib, nimadir haqida o'ylaydi. Uning yuzida avvalgi samimiylik yo'q. Endi u boshqa ayol. U atrofidagi hamshiralarga chiroyli tabassum qiladi. Lekin bu tabassum qalbining orqasida yotgan hisob-kitobni yashirish uchun. Sodiq Turg'unovich esa palatada yolg'iz o'zi o'tirib, derazadan tashqariga qaraydi. U hali hech narsani bilmaydi. U hali ishonadi. U hali sevadi. Va aynan shuning uchun uning eng katta dushmani aynan uning o'z sevgisi bo'ladi. Chunki sevgan odam ko'r bo'ladi. Ko'r bo'lgan odam esa eng avval o'zini yo'qotadi. Sodiqning qalbi ikki o'rtada parchalanmoqda. U yaqinda do'stlaridan bir necha og'ir gaplarni eshitdi. Unga nazokatning o'tmishi haqida, uning boshqa nikohlari haqida, uning yashirgan hayoti haqida gapirishdi. Lekin u ishonishdan bosh tortdi. U menga hech qachon yolg'on gapirmagan, deb o'yladi u o'zicha. Lekin ichida bir qurt sekin-asta o'rmalay boshlagan edi. Shu qurt uni kechasi uxlatmaydi. Kunduzi esa har bir kichik detalga shubha bilan qarashga majbur qiladi. Nazokat unga choy olib kelganida u bir zum ikkilanadi. Bu choyda hech qanday yomonlik yo'q deb o'ylaydi. Lekin qo'li cho'zilmaydi. U choyni ichmaydi. Nazokat hayron qaraydi. "Nima bo'ldi azizim?" deb so'raydi u muloyim ovozda. Sodiq esa shunchaki "Hech narsa" deb javob beradi. Lekin bu hech narsaning tagida butun bir bo'ron yashiringan edi. Kasalxona koridorida Afzal paydo bo'ldi. Uning yurishida ishonch, ko'zlarida sovuqqonlik bor edi. U Sodiqning oldiga kelib, hech qanday muqaddimasiz, hech qanday shirin so'zsiz, to'g'ri haqiqatni yuziga urdi. "Sizning xotiningiz sizni aldayapti", dedi u. Sodiqning yuzi oqarib ketdi. "Siz nima deyapsiz?" deb so'radi u titragan ovozda. Afzal esa jim bo'lmadi. U har bir dalilni, har bir sanani, har bir faktni aytib chiqdi. Nazokatning oldingi nikohlari, bank hisoblari, qayerga pul o'tkazgani, kimlar bilan uchrashgani. Sodiq boshini chayqab, "Bu bo'lishi mumkin emas", deb takrorladi. Lekin uning ichidagi qurt endi o'rmalab chiqqan edi. U endi haqiqatdan qocha olmasdi. Shu vaqtda Nazokat palatadan chiqib, koridorda Afzal va Sodiqni ko'rib qoldi. U bir zum to'xtadi. Uning yuragi shiddat bilan ura boshladi. U nimani bilib qoldi degan savol uning miyasini chaqlab o'tdi. Ammo uning yuzida hech narsa aks etmadi. U yana o'sha muloyim, o'sha samimiy ayol qiyofasiga kirdi. U yurib borib Sodiqning qo'lidan ushladi. "Nima bo'ldi azizim? Yuzing oqarib ketibdi." Sodiq esa uning qo'lini asta, lekin qat'iy ravishda o'zidan uzib qo'ydi. Nazokat bu harakatdan muzlab qoldi. Chunki Sodiq uning qo'lini hech qachon shunday qilmasdi. Shu bir harakat unga hamma narsani anglatdi. Uning qalbiga bir tomchi sovuq tushdi. U nimanidir biladi, deb o'yladi u. Endi harakat qilish kerak. Afzal ketganidan keyin Sodiq uzoq vaqt hech narsa demadi. U shunchaki derazaga qarab o'tirdi. Nazokat esa uning yonida turib nima deyishini bilmay kutdi. Sodiq nihoyat gapirdi. "Nazokat, siz menga yolg'on gapirdingizmi?" Bu savol oddiy emasdi.
Bu savolning ichida yillar davomida qurilgan barcha ishonch, barcha sevgi, barcha umid bor edi. Nazokat bir zum ikkilanmadi. "Yo'q", dedi u qat'iy ovozda. "Men sizni hech qachon aldamaganman." Lekin uning ko'zlariga qarab, Sodiq endi avvalgi ko'r odam emasdi. U endi ko'ra boshlagan edi. Va u banklarni, hisoblarni, ko'chirmalarni tekshirdi. U qancha pulni qayerdan, qachon olishi mumkinligini hisoblab chiqdi. U chetga ketish uchun eng qisqa yo'lni rejalashtirdi. Uning qo'lida kichik daftarcha bor edi. Har bir savdo, har bir o'tkazma, har bir kalit shu daftarchada yozilgan edi. Uning yuzida asabiylashish yo'q edi. U sovuqqon va hisob-kitobli edi. Chunki u bunday kunlarga oldindan tayyorlangan edi. U Sodiqni sevmagan edi. U Sodiqning boyligini sevgan edi. Endi esa o'sha boylik qo'lidan ketayotganini his qilgan zahoti uning ichida sevgi emas, ochko'zlik uyg'ondi. Kechki payt Sodiq uyga qaytdi. Nazokat unga kechki ovqat tayyorlab qo'ygan edi. Stol ustida chiroyli dasturxon, qimmatbaho idishlar, eng yaxshi taomlar. Nazokat yana o'sha samimiy ayol qiyofasida edi. U Sodiqning oldiga kelib, uning peshonasidan o'pdi. "Kechiring, bugun sizni xafa qilgan bo'lsam", dedi u yumshoq ovozda. Sodiq esa hech narsa demadi. U stolga o'tirdi, lekin qo'lini hech narsaga tekkizmaydi. Nazokat unga choy quydi. Sodiq choyga qaradi. U o'sha choyning ichida nima borligini bilmasdi, lekin endi u hech narsaga ishona olmasdi. U choyni ichmadi. Nazokat bu sovuqlikni sezdi. Uning yuragi yana shiddat bilan ura boshladi. U endi menga ishonmaydi, deb o'yladi u. Vaqt tugayapti. Keyingi sahna yana oddiy oilaviy uyga qaytadi. Bonu va uning farzandlari. U yerda hamma narsa boshqacha edi. Bolalar onani kuldirish uchun kichik hazillar qilishdi. Restoranga borishdi, oddiy uzuk sovg'a qilishdi. Qimmatbaho buyumlar yo'q, katta gaplar yo'q. Faqat bir-biriga bo'lgan samimiy mehr, faqat yurakdan chiqqan iliqlik. Bonu yig'lab yubordi. "Nega yig'layapsiz?" deb so'radi qizi. Bonu esa "Baxtdan", dedi. Bu juda muhim detal edi. Chunki bir tomonda xazina izlab, hech qachon topa olmaydigan bir ayol bor edi. Ikkinchi tomonda esa hech qanday xazina kutmasdan eng katta boylikni, sevgini topgan boshqa bir ayol. Serial bu ikki dunyoni yonma-yon qo'yib, tomoshabinga bitta oddiy haqiqatni eslatdi. Haqiqiy baxt buyumda emas, niyatda. Nazokat esa tun yarmida uyg'ondi. U to'shakdan sekin turdi. Sodiqning uxlab yotganiga ishonch hosil qildi. Keyin shkafni ochdi. Bir necha kiyimlarni, hujjatlarni, pullarni olib chamadonga soldi. U tez va shovqinsiz harakat qildi. Uning qo'li bir zum titrab qo'ydi, lekin u o'zini tutdi. Ertalabgacha yetib olishim kerak, deb o'yladi u. Birinchi reysga bilet olishim kerak. Uning rejasi tayyor edi. U qochishni rejalashtirgan edi. Chunki u endi yutqizganini sezgan edi. Ammo masala shundaki, u bo'sh qo'l bilan ketmoqchi emas edi. U imkon qadar ko'proq pulni, zargarlik buyumlarini, hujjatlarni olib ketmoqchi edi. U hatto Sodiqning seyfini ham ochishni rejalashtirgan edi. Lekin u bilmasdiki, Sodiq endi uxlamaydi. Sodiq hamma narsani ko'rib turibdi. U ko'zlarini yumgan, lekin qulog'i bilan har bir shitirni eshitmoqda. U Nazokatning chamadonni tayyorlaganini eshitadi. Uning yuragi o'rtancha bo'lib ketadi. U qochyapti deb o'ylaydi u. Demak, hamma gap haqiqat. Tong otar otmas Jahongir Sodiqning oldiga keldi. Uning yuzida jiddiylik bor edi. "Siz aytganday qildim", dedi u. "Xotiningiz tunda chamadon tayyorlagan. Bir necha bank hisoblarini ko'chirgan. Ertalabki reysga bilet olgan." Sodiq bu gaplarni eshitib, bir necha soniya hech narsa demadi. U shunchaki derazaga qaradi. Uning ko'zlarida yosh yo'q edi. Uning ko'zlarida og'riq bor edi. Lekin og'riqdan ham og'irroq narsa bor edi. Uyg'ongan haqiqat. "Rahmat", dedi u Jahongirga. "Endi bor, o'z ishingni qil." Jahongir chiqib ketdi. Sodiq esa uzoq vaqt o'tirib, bir qarorga kelishi kerak edi. U Nazokatni kechiradimi? Unga yana bir imkoniyat beradimi? Yoki oxirgi zarbani beradi? Bilmasdi. Lekin bir narsani aniq bilardi.
Endi hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Sevgi shubha bilan bir uyda uzoq yasholmaydi. Nazokat esa eshik oldida turib nafasini rostlab oldi. U eshikni ochmoqchi edi. U chiqib ketmoqchi edi. U bu uyga bir daha qaytmaslikka qaror qilgan edi. Ammo eshikni ochganda uning oldida Sodiq turardi. Uning yuzida hech qanday hissiyot yo'q edi. U shunchaki nazokatga tikilib qaradi. "Qayoqqa?" deb so'radi u sovuq ovozda. Nazokat bir zum so'z topolmay qoldi. Uning lablari qaltirab, ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. Lekin bu safargi yosh haqiqiy emasdi. Bu ham rol edi. Chunki nazokat hech qachon haqiqiy yig'lamagan edi. U faqat o'zining o'yinida yutqazib qo'yganidan yig'lardi. Sodiq esa endi buni juda yaxshi bilardi. U nazokatning qo'lidan chamadonni oldi, ichkariga qaytardi va eshikni yopdi. "Endi gaplashamiz", dedi u. Shu gaplar bilan qism yakunlandi va qolgan savollar endi keyingi qismlarga qoldi. Nazokat ulguradimi yoki ushlanadimi? Sodiq uni kechiradimi yoki yo'q? Jahongir kimning tarafida qoladi? Bularning bari hali javobini kutmoqda. Lekin bitta narsa aniq. Bu urush endi boshlandi. Va endi har bir tabassum ortida pichoq, har bir sukunat ortida hukm yashayapti. Eng xavfli narsa yolg'on emas, kechikib uyg'ongan haqiqatdir.